Assalomu alaykum. Bizni kanalimiz a'zolar ichirami kuzatuvchilari. Mana yana yog'ochdan bo'lgan eshik romlarimiz tayyor bo'ldi. Bugungisiga mana yana lola fasonlarni tayyorladik. Farg'onaga qildik, Namanganga qildik, Marg'ilonga qildik. O'zimiz buloqchiga ham mana shu lola fasonlarni qilib tashladik. Mana chiroyli qilib zo'r qilib layk bosib xudo xohlasa kuzatishni davom ettirasiz. Bular noyabrimiz yog'ochlarimizdan tayyorlangan. Ranglarda o'xshamash zamonlar unnatdik doimiy qilib, qalin noyabrimizni 5-5,5 yog'ochlari tayyorlab, kalla kandizlarni ham o'ta chiroylilardan o'ziga mos qilib tayyorladik. Bunimizni fonini to'la 5 yog'ochlari tayyorlagan. Orqa ko'rinishlari bulardi. Orqa ko'rinishida ham o'ta shunaqa 5 yog'och to'la bo'lgan. Bu yerda ikkala tomonini ochib tashlagan. Mana sifatlar laklarini ko'rib baho bera olasiz. Juda ham go'zal, zo'r degan joylari keldi mana. Zamojimiz ham eng zo'ridan ko'rinishi to'rtburchak bo'lgani bilan, lekin ichki mexanizmlar xudo xohlasa eng yaxshilari bizga eng zo'r brendlarni beradi. Xitoy, Shimoliy Koreya, Turkiya zamolarini qo'yamiz iloji boricha. Oynalarni soyamiz. Bunga bu safar oq oyna soldik, germetiklangan. Ovozlardan o'z baho bera olasizlar. Kichkina tarafimiz. Bunimiz ham mana ikkala tomonlama ochilgan dalash kuylari. Xudo xohlasa zo'r ishlashlari, osha-moshalar ikkita qo'ydik bu safar, egasi ikkita qo'ysiz yetadi degan hisobiga. Ochilib yopilishiga ham baho berasiz, xudo xohlasa zo'r. Yonidagi romimiz akfa fasonli bo'lgan, 3 ko'zli bo'lgan ikkala chekkalarni ochganmiz. Razmerlarimiz 1.30 ga, 1.70lik, 1.10, 2.30lik eshiklarimiz. Bu yana bitta eshigimiz. Endi eng qiziq joyi lolasi bir-biriga qaragan. Ko'rgan odam xudo xohlasa o deydigan holatlarda. Yana bitta romimiz. Romimiz ichki tomonlari zaverka qo'ydik, rossiyskiy temirlik mexanizm zaverkalar ishlashlari zo'r. Ikkala ko'zimiz artganimiz ochildi. Fasonlari oddiy ko'rinishda akfa fasonda, lekin yog'ochlari xudo xohlasa eng zo'rlarida. Oynak aytganimizdek germetik. Avval gullar remont qilayotgan ekan, mana yangicha ko'rinishda lampalarga ham baho bera olasizlar, xudo xohlasa. Lampa ustalar kerak bo'lsa ham ro'yxatga chiqarasizlar. Avval yangi ish romlar o'rnatdik, egalari fason tanlagandek qilib berdik. O'zbekiston bo'ylab xizmatdamiz, vodiy bo'ylab dastavkarimiz bor. Xudo xohlasa yog'och eshik rom, akfalar, doimiy MDFlar bo'lsa, aloqaga chiqib bemalol xohlagan fason xohlagan ranglarni bizga murojaat qila olasizlar. Sizlarga mana shunday ochilib yopiladigan, xudo xohlasa. Ovozlari gap yo'q. Xohlasa rezinkani qo'yib bera olamiz. Sizlar talabinglar birinchi o'rinda, xudo xohlasa. Kuzatishni davom etamiz. Telefon raqamimiz doimiy 90 624 31 14 Abdulaziz Andijon viloyati Buloqboshi tumani. Buni o'zimiz Buloqboshi qishlog'imizga zo'rlardan o'rnatdik. Sog' bo'lib kuzatishni davom eting, like bosinglar. Yog'och eshik rom, MDF akfalar bo'lsa, xudo xohlasa xizmatda tayyorlaymiz. Kunlar xayrli bo'lsin.